Eng qiziq tomoni shundaki, o'zini dasturlash ishlari qolib ketib, quyosh panel stansiyalaridan daromad qiluvchi biznesmenga aylanib qoldi. Shu yilning boshida dasturchi muhandis kelib qoldida, qiziqib, rosa hisob kitobi zo'r ekan. 50 kilovatga bizlardan shartnoma qilib qo'ydirgan edi. 3 oylardan keyin ko'rib qolsam, butun qarindoshlari, qaynotasini uylariga hammasiga 50 kilovatdan qo'yib tashlabdi va Navoiy viloyatida edi. Juda katta ko'rsatkichda, masalan, Toshkentda generatsiya unchalik emas. 10 milliondan ziyod har bitta qo'ygan stansiyasidan plastikka tushgan pulini menga ko'rsatyapti. Keyin yana so'rasam qiziqib, men deydi ana 80 millionga, 100 millionga kichkina hovlilarda olib, quyosh elektr stansiyalarini o'rnatib, daromad olyapman dedi. Yana 2 ta 3 ta yer sotib olganini aytdi. Xursand bo'lib qoldim, chunki bu tadbirkorlikni kim birinchi boshlasa, oxirida o'zi qoladi degan shior ostida ketyapti-da. Yangilikchi, o'zi dasturchi hisob kitoblarini olib, haligi jur'at qilib riskka boryapti. Endi risk juda ham kam quyosh panelida o'zi aslida. Chunki bozoringiz aniq garantiyalangan 10 yillik shartnomangiz bor. Elektr energiyasi hamma uchun kerak. Benzindan ko'ra ham hozir elektr energiya ko'proq kerak bo'lyapti. Bozori mijozi bor. To'g'ri qaror qabul qildi deb o'ylayman, lekin ajoyib bo'ldi-da, juda qiziq.